Assalomu alaykum qadrli do'stlar, siz bilan Playdays YouTube kanali. Siz bilan bugun o'yinchilarni full qilamiz. Ya'ni birinchi qism. Qani biz boshlaylik. Birinchi kuchaytirib Gundogan va Iscoga tegdi. Qani ikkinchi kuchaytirishimizni bosib ko'ramiz. Qani va Di Maria va Hummels. Tegdi. Di Maria o'zi ozroqgina qoldi. Ozroqginadan keyin full bo'ladi. Keyingisi va Di Maria full bo'lmoqda. Kevin De Bruyne tezlik olishi ajoyib tarzga ketdi. Kevin Di Maria'ni screenshot qilib olamiz. Buni Playdays o'z Telegram kanalida joylaymiz. Siz ham bu Telegram kanalga tashrif buyurib, yaxshi ma'lumotlarga ega bo'ling. Va Di Maria full bo'ldi. Keyin esa biz davom ettiramiz. Yana Hummels va Gundogan kuchaymoqda. Ular bir darajadan kuchaydi. Yana bosib ko'ramiz va Son Heung-min va Isco ham juda chiroyli tarzda kuchaymoqda. Futbolchini oldin 140 olgan edik. Va endi o'rtaga Chilini bir kuchaytirib ko'ramiz. Chilini yaxshi kuchaymoqda. Tanga olmasa unchalik ko'p emasdi, shuning uchun Chilini afsuski qilib ololmayapman. Kelinglar, Di Maria 3 ta kuchaytirgich berib ko'ramiz. Qanday tarzda keladi ekan. Ajoyib tarzda Di Maria 3 ta kuchaytirishimizdan keyin ajoyib tarzda gol bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Buni ham screenshot qilib Telegram kanalimizga joylab olamiz. Screenshot bo'ldi. Endi esa biz yana kuchaytiramiz. Qani biz boshladik. Hozir biz o'yinchilar ko'rib Luis Diaz mana. Aleksandr Bastoniga chiqsa 99 bo'ladi. Tegib qo'ysaligini ko'rish bo'ladi. Qani Son va Hummels. Son yaxshi kuchaymoqda. Kimga ekan? Bastoniga 99 va Luis Diaz. Tez chiqardik. Yaxshi. Katta bosib ikkita kuchaytirishdi. Bastoni tez chiqdi va nihoyat. Yana bitta bosib ko'ramiz. Kim Son Heung-min. Yana ikkita bosib ko'ramiz. Gundogan va Asensio kuchaymoqda. Yana sizlar bilan ikkita bosib ko'ramiz. Bu safar Kevin De Bruyne super tarzda full bo'lmoqda. Shu yerga videomiz yakunlanadi. Ikkinchi qismini kutib qoling.